Uy sharoitida bittada shunaqa o'xshab va oshib chiqadigan nonlar tayyorlab ko'ramiz. 1 kilo unga 250 ml sut, 200 ml suv, 20 g tuz, 10 g shakar, 10 g dro'jja, 150 g sariyog' yoki yaxshi margarin solib mana shunaqa xamir qorib olamiz. Xamirimizni xona haroratida 1 soatga oshirishga qoldiramiz. Oshib olgan xamirimizdan 250 g dan tortib shunaqa zuvolachalar qilib olamiz. Xuddi shu masalliqlardan tayyorlasangiz 6-7 dona zuvola chiqadi. Zuvolachalarimizni listga terib, ustidan ozgina suv sepib, paket yopib, yana 40 minutga oshirishga yuboramiz. Zuvolachamizni o'rtasini mana shunaqa ochib olib, chakishtirib olamiz. Har kim o'z xohishiga ko'ra turli shaklda berishi mumkin. Men eng oddiy uslubdan foydalandim. Bitta dona tuxumni chaqib, atalab olib, nonlarimizni ustiga surib, sedana sepib, 200 gradusda qizib turgan pechimizga 15 minutga yuboramiz. Sizlar ham albatta shu uslubdan foydalanib tayyorlab ko'ringlar. Pechdan chiqayotgan nonning hidini o'ziga mazza qilib olasizlar. Issiqqina nonlarimizni pechdan chiqishiga muzdekini tarvuzda so'yib olamiz. Hozir issiq kunlarda ovqat ketmayotgan paytda non bilan tarvuzni o'zi ham zo'r ketadi. Nonvoyxonlikka da'voyimiz yo'q. Qo'ldan kelgancha tayyorlab ko'rishga harakat qildik. Nonvoy moqir birodarlarimiz qat'ada kamchiligiga yo'l qo'yganimizni izohlarda yozib ketsa manfaatli bo'ladi. Barcha ishlatilgan mahsulotlarning grammlarini post ostiga havoladan topishingiz mumkin. Ketkazgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Assalomu alaykum.